Hozir ismingiz nima edi? Abubakir. Abubakir. Hozir salon yo'q, bugun 12 so'mdan deylik. Misol 30 oyga uzaman, misol uchun 30 oydan 2 yildan uzaman. Undan keyin yana qolaman deyman. Trekker. Trekker olganda o'sha trekker o'sha menga kelgan o'sha odamlar, oshna qolganlar, video oldim deydi, u oldim deydi. Aynan o'lgan 3-4 yildan keyin mashinaga kelmagan nimadir bu? Shunaqa Aynan o'lgan shu boshida aka bilsangiz hamma gaz qo'yma, gazni hidi yomon, portlab ketadi. Portladi. Hozir hamma o'zan metanda, propanda yuryapti. Hech kim hozir kam odam o'zan benzin yuradigan bo'ldi. Endi hozir hamma elektromobil boshqa u deydi, yaqin bir 2-3 yilda o'zi hamma o'zan anaqa o'tib ketadi. Elektron o'tib ketadi. U o'zi shunaqa. Shuni hisobi ham Urishadi ular. Mana urishni bo'lsalar, qanaqa? Hozir ismingiz nima edi? Abubakir. Abubakir. Hozir salon yo'q, bugun 12 so'mdan deylik. Misol 30 oyga uzaman, misol uchun 30 oydan 2 yildan uzaman. Undan keyin yana qolaman deyman. Trekker. Trekker olganda o'sha trekker o'sha menga kelgan o'sha odamlar, oshna qolganlar, video oldim deydi, u oldim deydi. Aynan o'lgan 3-4 yildan keyin mashinaga kelmagan nimadir bu? Shunaqa Aynan o'lgan shu boshida aka bilsangiz hamma gaz qo'yma, gazni hidi yomon, portlab ketadi. Portladi. Hozir hamma o'zan metanda, propanda yuryapti. Hech kim hozir kam odam o'zan benzin yuradigan bo'ldi. Endi hozir hamma elektromobil boshqa u deydi, yaqin bir 2-3 yilda o'zi hamma o'zan anaqa o'tib ketadi. Elektron o'tib ketadi. U o'zi shunaqa. Shuni hisobi ham